siz bilan Tolstoyda bog'liq turadigan bitta narsa bor ekan. Potensial, iqtidor, mehnat. Meni juda ko'p tan olishmagan. Sizni dardingiz o'zgalarni ham ichidan chiqib kelish kerak-da. Har eshitganda maza qilayman. Tilov ukam loyichi emas, zo'r muallim. Poytaxtda kichkina odamman axir. Undan u yog'ini ko'ra olmam, ona. Ko'p narsaga ko'zim, qo'lim yetmaydi. Qishloqqa gaz tortib bera olmam, ona. Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi mehmon Begzod Hamro. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormatlar. Biz sizni so'z ustasi, qiziqchi, aktyor hamda oxirgi paytlarda ayniqsa shoir sifatida taniymiz. Begzod Hamroning o'zi haqida nimalar deya oladi? Avvalo podkastga taklif qilganingiz uchun rahmat. Baribir endi pedinstitutda hidi borda baribir o'qituvchisizlar, baribir psixologiya birinchi o'rinda sizlarda. Pedagogikani asosi psixologiyada baribir. Shuning uchun psixologiyaga zarba beryapsizlar. Hozir meni javobim sizning savolingiz ichida. Ya'ni qiziqchilikda, bundan oldingi bir intervyuda ham aytganman, qiziqchilikda muvaffaqiyatga u darajada erishganim yo'q. Shuning uchun qiziqchiman deya olmayman. Qo'shiqchiman deya ayta olaman, agar qo'shiqchilikda bir muvaffaqiyatga erishmagan bo'lsam ham, chunki musiqiy savodim bor. 4 yil musiqa maktabida, 3 yil madaniyat kollejida Toshkentda o'qiganman. Endi ancha bo'lgan o'qishni bitirganimga endi 20 yil bo'lib qo'ydi. 2005 bo'lsa 20 yil bo'libdi, o'qishni bitirganimga 20 yil oshdi. Shuning uchun ko'p narsalar esimdan chiqqani uchun o'zimni qo'shiqchilikda ham professional deb hisoblamayapman. Baribir insonning xotirasi takrorlab turmagandan keyin. Lekin asos bor, musiqiy savodim bor. Qo'shiq aytishda, masalan, bitta osh tadbiri bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tkazaman. Va maqom qo'shiqlaridan ko'p bilmasam ham esimda qolganlari, ancha esimda qolganlari bor va maqom yo'lidagi qo'shiqlarni ham ancha qisqada esimda va ayta olaman. Lekin aktyorlik borasida men O'zbekiston Davlat san'at institutida, hozirgi San'at va madaniyat institutini dramaturgiya yo'nalishini bitirganman, yozuvchi so'z. Asosan, ya'ni sahna va ekran uchun asarlar yozish bo'yicha bizning bo'limimiz, yo'nalishimiz. Bu borada bitta to'liq metrajli filmim bor. Endi juda ham muvaffaqiyatli chiqmagan, lekin muvaffaqiyatli chiqdi. Bitta qisqa metrajli filmim va bitta hujjatli filmim muvaffaqiyatli chiqdi. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan suratga olingan. Bu borada ham baribir endi o'zim har kuni shug'ullanayotganim uchun bu soha vakili ham deb hisoblamayman. Lekin shoir deb o'zimni oxirgi yillarda hisoblashni boshladim. Sababi meni o'sha katta ustoz shoirlar tan olishdi. 100% hammasi bo'lmasa ham endi ayrimlari tan olmaydiganlar ham ko'p. Balki ular tan oladigan darajaga balki chiqmagandirman. Va she'rlarimni keyingi paytda endi nokamtarlik bir maqtanish bo'lib ketmasin, uzr so'rayman. Oddiy o'quvchi ham, hali maktabni bitirmagan, hali oliy ma'lumot olishga ulgurmaganlar ham, o'qimishli doira ham birday qabul qilyapti. Adabiyot ahli ham yaxshi ko'rib qabul qilyapti va umuman adabiyotga daxli yo'q insonlar ham samimiy, yaxshi tushunib, yaxshi ko'rib qabul qilishyapti she'rlarim. Shuning uchun shoir bo'lsam kerak-ku deyapman keyin paytda. Tushunarli. Begzod aka, bizni ko'rsatuvimizni an'anasi bor. Eng katta maqsadi va unga erishgan bo'lsa, uni holati maqsadga erishgandan keyin. Mana shu savolni tashlab ketishgan sizga. Xo'sh, erishish jarayonidaman. Bilasizmi nima? Haligi ko'pchilik nimagadir maqsadga erishish, muvaffaqiyatga erishish deganda uy-joy qilib oldim, mashinam bor, yaxshi joyda ishlayman, kunlik yoki oylik daromadim bor, mana erishdim deyishadi-ku. Umuman erishish emas. Moddiy tomonda hisobga olinadi. Yo'q, u erishish emas. Amerikada bir umr ijarada yashab, butun dunyoni o'z maqsadlari bilan zabt etganlar bor-da. Uyi ham yo'q, mashinasi ham yo'q. Yoki tuzukroq puli ham yo'q. Lekin ilm-fanda yoki o'zining hunarida yoki boshqa biror bir qaysidir bir sohada
muvaffaqiyatga erishib bo'lganlar bor-da. Jamiyatda o'z o'rnini topganlar bor. Uyi yo'q, mashinasi yo'q, ha? Cho'ntagida bir oyga bemalol o'zini, oilasini boqa oladigan puli ham yetarli bo'lmasa mumkin. Bu bilan ham o'lchanmaydi-da. Bizda shu haligi qanaqa mashina minasan? Hozir men oddiy bir bitta eshigi pachaq bo'lgan Nexia 3 mashinam bor, uni ham zo'rgalik yaqinda tuzatib oldim. Endi yarashmaydi. Sizga bunaqa mashinada yurishdik. Endi nimaga yarashmaydi? Men piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Mashinam bo'lsa ham piyoda yuraman. Bu haqda qayta-qayta aytaman videolarimda. Va buni targ'ib qilaman. Piyoda yuringlar. Ong o'sadi insonni. O'zi bilan o'zi gaplashadi, tafakkuri o'sadi. Kitob quchoqlab olib yuringlar, kitob o'qib yuringlar. Bo'lmasa o'zinglar bilan o'zinglar suhbatlashinglar. Erishmaganlarim ko'p. Lekin erishganim men hali ham o'sha oddiy hali endi quryapman uyim agar moddiy tomoniga borib taqaladigan bo'lsak-da, agar o'sha haligi tor doira dunyo qarashdagilarimiz endi kamsitib bormayman. O'zimiz ham dunyo qarashimizcha keng emas. Masalan, kuchliroq savol bersanglar mahmak qilib qolishim mumkin mana, chunki ko'p unaqa bilimli emasmiz. Lekin o'sha haligi moddiyatga bog'laydiganlarni nuqtai nazariga taqaladigan bo'lsak, hali uyimni qurib olganim yo'q. Masalan, Toshkentda ham endi ozgina bir kattalikda 2 xonali ko'p qavatli uyda nima qilib olib u ham bitgani yo'q masalan. Bu borada hali erishganim yo'q, to'g'rimi? Lekin men erishdim deb hisoblayman nimaga? Maqsadimga. Odam o'zini qidiradi-yu hayot mobaynida. Bilmadim. Balki keyinroq qarorim o'zgarib qolar, balki o'zgarmas. Lekin men o'zimni topdim. O'zimni topdim. Ya'ni men bir yilda bitta bo'lsa ham, 10 yilda bitta bo'lsa ham she'r yozishim kerak. Va o'zi chiqish kerak. Va bu narsani sanab ko'rdim hayotimda. She'rlarim 100% hammaga bo'lsa ham, ya'ni top darajada bo'lmasa ham, O'zbekistonning turli burchaklarida har 10 tadan bitta bo'lsa ham muxlisi o'quvchini ko'nglini zabt etyapti. Hattoki Tojikistondan tojik millatiga mansub birodarlarimiz telefon qilishdi, Instagramda yozishdi. She'rlaringizga maza qilamiz. O'zbekchaga tushunaman lekin gaplasha olmayman. She'rlaringizni tushunib maza qilyapman deb. Rus tilida yozdi. Keyin men tojik tilida yozdim. Tojikcha gaplashaveraylik agar tojik millatingiz tojik bo'lsa, tojikcha gaplashdik-da. Keyin iltimos qildi, iloji bo'lsa tojikcha she'r yozib bering. Tojikcha yoza olmayman, gaplashaman mana, xuddi sizga o'xshab. Tushunaman lekin yozish qiyin dedim. Qozog'istondan nafaqat o'zbeklar, qozoqlar, Qirg'izistondan O'shlik, Jalolobodlik qirg'izlar chiqishdi. Biz o'zbek tilini uncha tushunamiz. She'rlaringiz bizga yoqdi deb. Shundan xulosa qildim. Demak, men o'zimni topdim. Lekin hali 100% deya olmayman, haligi erishish jarayoni ketyapti hozir. Lekin shu yog'iga ham shukr. Albatta. Endi qanday uzr savoliga to'liq javob bering, qanday his qildingiz o'zingizni? Haligi quduqni ichiga tashlab yuborishsa chiqib olganingizdan qanaqa his qilasiz o'zingiz? Erkinlik. Ha? Erkinlik. Ha? Men ham xuddi shunday his qilyapman o'zimni va yana mas'uliyat. Chunki erkinlik mas'uliyati ham bor-da. Erkinlik o'zi aslida mas'uliyat. Bizga so'z erkinligi berildi, to'g'rimi? Biz o'ligi mas'uliyatini his qilmasdan og'zimizga nimasi kelsa gapirib tashladik-da. Ha, to'g'rimi? Va gapirilyapti. Ha, va gapirilyapti. Yo'q. Erkinlik bu demokratiyani ham o'sha erkinlikni o'zini mas'uliyati bor, chegarasi bor. Ha? Bu juda katta bir mas'uliyat. Shuning uchun menda ham hozir o'sha maqsadimga erishganimdan keyin ham mas'uliyatim bor. Tushunarli. Bekzod aka, meni savolim quyidagicha, mana yuqorida ta'kidlab o'tdik va undan tashqari intervyularingizni ham ko'rib chiqdim. Hayot yo'lingiz, ijod yo'lingiz haqida tanishib chiqdik. Men o'zim futbolga juda qiziqaman. Futbolni ashaddiy muxlisiman desam bo'ladi. Futbol falsafasida shunaqa vaziyatlar uchrab turadiki, juda ham iqtidori kuchli, potensiali juda ham yuqori bo'lgan futbolchilar bo'ladi. Umid qilingan futbolchilar bo'ladi. Lekin afsuski nimalardir sabab bo'lib, ular o'sha top darajadagi yulduzlar kabi o'ynay olmaydi, o'sha darajaga chiqa olmaydi. Shaxsan meni fikrimcha va men o'ylaymanki, men kabi o'ylovchi odamlar ham topiladi. Aynan o'sha
toifadagi insonlarga sizni misol qilsam bo'ladi. Ya'ni potensial, iqtidor, mehnat, hamma narsa mujassam, ammo lekin nimagadir o'sha eng o'sha top yuqori darajaga yorib chiqolmayapti xolos. yorib chiqa olmagan inson. Nimalar sabab bo'lgan bunga deb o'ylaysiz? Haligi bilasizmi? O'zi nasib qilgan yili, nasib qilgan oyi, kuni, soati bo'lar ekanda. Shuning uchun bunga bilasizmi, aniq bir fikr bildirish ham qiyin. Mana hozir aynan o'shalarga misol o'zim. Endi yana baribir takroriy bo'lib qolyapti. Bundan oldingi intervyularimdagi gaplarimni gapirmasam bo'lmayapti bu savolingizga. Meni hozir internet olamida namoyon qilgan, ko'zga ko'rsatgan she'rlarim 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 15, 16 yil yozilgan she'rlar. Va ayrim bitta 20, 22, 23 yil yozilgan she'rlar. Asosan talabalik paytimda 20, 22, 25, 26 yoshlarida yozgan she'rlarimda. Men uni rosa tarqatganman. Bolutus orqali bo'lardi paytlari. Davralarda o'qiganman. O'zimiz televideniyadagi ko'rsatuvlarda rosa o'qiganman. Keyinchalik YouTube ommalashdi. YouTube orqali o'sha joylarni, o'sha o'qigan she'rlarimni kesib tarqatganman. Muvaffaqiyat kelmagan. 2024-25-yillarda muvaffaqiyat kelib qoldi. Shuning uchun hamma narsa o'zimizga bog'liq emas. G'aybdan bermasa ham qiyin. Yana bitta tomoni bor-da, haligi bir milliarder vafot etyapti ekanda. Endi bilmayman, bu rivoyat shaklida esimda qolgan. Endi Amerikada bo'lgan voqeami bilmadim endi. Manbasini biladiganlar, yaxshi bilmasangan deb aytmaysizlar. Bir haligi soati bor ekan, haligi bir zanjirli o'sha. O'g'lim, senga shundan boshqa qoldiradigan merosim yo'q. Shuni bir narxini bilib kelguncha, senga qay darajada qiymatli meros qoldiryapman, shuni bilib ketishini oldim desa. Bu o'g'il boribdi-da, soatsizga boribdi. Soatsizga borgan ekan, buni bahosi o'zi bir $5 debdi. Ya $5. Shuni istaringni otasidan qolgan. Bermabdi-da, zargarga boribdi. Zargarga borgan ekan, $45 berilaman debdi. Ichidagi ehtiyot qismlari bor, menga kerak, o'shalar uchun debdi. Ya, bunday bir istalik bo'lib qola qolsin debdi-da. Muzeyga ham olib ko'ray debdi. Muzeyga olib borgan ekan, muzeydagi xodimlar, ekspertlar yig'ilishib olib, narxlar buni yana bir qo'shimcha ekspertlar chaqirib, rahbariyatni chaqirib, birga ko'rib, xulosa 1 soat xulosa qildi-da, keyin haligi bolaga, yigitga qarab, sizga bu soatingizga berishga pulimiz sal darab bo'lib turibdi. Sal kamroq bizlar o'z imkoniyatimiz. Maylimi sizga $1 million bersak shu soatingizga degan ekan, bola qo'rqib ketib soatni qo'yib qochib ketibdi. Otasini oldiga kelibdi-da, "Otam, shunaqa soat bunaqa dedi, $5 dedi. Zargar $45 dedi. Ha bu muzeyga borsam $1 million ga hijolat o'g'layapti ular" deganda, otasi aytgan ekan, "Ko'rdingmi bolam? Sen o'zingni qadrlaydigan joylarga bor. O'zingni qadrlagan joylarda sen o'zingni sarf qil. Qadringni bilmagan joyda o'zingni sarf qilma, o'zingni bag'ishlama ularga" degan ekan. Qissadan qissa shuki, bu muvaffaqiyatga erishmaslik ham aynan atrofdagilarga ham bog'liq. Qadrimizni biladigan auditoriyaga tushsak, biz gullaymiz. Bo'lmasa foydasi yo'q. Demak, hozir siz aytyapsiz 2007-yillarda yozilgan she'rlaringiz, misol uchun hozirgi paytda 2025 ga kelib juda mashhur bo'ldi. Endi mashhur bo'ldi. Bitta she'rim mashhurlikdan tushmay keldi. Qishloqning bahori degan she'rimni 2011-yil yozganman. 2013-yil, 14-yil mana bu yerda o'zimizning Jizzaxda hozirgi Milliy universitet filiali bormi? O'shani o'rnida bir kollej bo'lardi. Instruali deyishardi. O'shani orqasida bir madaniyat saroyi bo'lardi. Endi hozir Milliy universitet binosiga qo'shilib ketgan u joylar. O'sha yerda bir havaskor binoda
Shunchaki she'r o'qib ketganman. Haligi studiyadagi o'sha ovoz yozadigan bola, hozir ko'rsam taniyman shu bolani. Topishim kerak, bir rahmat aytib qo'yishim kerak. Endi pulni berganmiz, baribir-da. Sabab shu. Sulton Ali Rahmatov musiqasini o'zi topib qo'ygan, tanlab. Ya'ni musiqa hamohanglikda o'qimaganman. O'sha she'r mashhur bo'lib ketdi-da, o'zim hech kim tanimaydigan she'rimni tanidim. Bitta o'sha she'r demasa, qolgan she'rlarim ko'zga ko'rinmagan. Endi mashhur bo'ldi. Va u she'rlarni qanot ostida yangi 23, 24, 25 yil yozgan she'rlarim hit bo'lyapti. Shunaqa. Men deganim 2007-yillarda yozilgan she'rlar o'sha payt mashhur bo'lmagan. Hozirgi paytga kelib mashhurlashdi. Sabab balkim shu paytdagi odamlar bilan hozirgi paytdagi odamlarda qandaydir o'rta dunyoqarash o'rtasida balki nima deydi, o'zgarishlar bo'lgandir. Yana bitta narsa tashqi avvalambor taqdir bu. Tashqi omil sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bu narsaga. Men shaxsan men misol uchun ishdan charchab kelamanda, aytdiga o'qituvchimiz, asal buzor ishdan charchab kelamanda uxlayotgan paytim qalbimga orom beradigan narsani qo'yib uxlayman. Demasa uyqu kelmaydi menga. Avval men Muhammad Yusufni Lola qizaloqni qo'yib qo'yardim-da, keyin uxlardim. Oxirgi paytda mana gapni ochig'i sizni o'sha she'rlaringiz, aytilgan she'rlar bor, o'shani qo'yib qo'yaman-da, keyin uyquga ketaman. Nimaga u? Chunki men ana shunday nima deydi, qiyin bir jamiyatda, mana shunday nima deydi. Baribir jamiyat bu kurash maydoni. Tezlashgan bir jamiyatda charchab kelib, ana shu narsa mening qalbimga orom beryapti. Balkim hozirgi paytda ommalashganligi asosiy sababi odamlarda qalbiga orom berayotgandir. Yana bitta sababi bor endi bu narsalarda. Siz qoliplarsiz yozyapsiz she'rlaringiz meni nazdimda. Ha. Endi bundayda yuqorida aytdim-ku, she'r yozgandan keyin u bitta o'zingiz dardingiz bo'lishi kerak emas-da. Shunday. Nima uchun Voydod, Iqbol Mirzo, nima uchun Voydod, Usmon Azim, Voydod, Azim Suyun, Andiz o'sgan yerlarda otlar bevaqt bo'lmag'ay Voydod deb muxlis bo'lamiz. Bir kishining dardi aynan bir kishining o'ziga tegishli bo'lgan dard ommani qo'zg'atmaydi-da. Ommaga ta'sir qilmaydi. Sizni dardingiz o'zgalarni ham ichidan chiqib kelish kerak-da. Ana shunday gap. Shuning uchun nima deydi? Qoliplar bu haligi modernizm deydi, postmodernizm deydi, romantizm usullari bo'lgan tarixda hammasi o'sha zamonga qarab adabiyotdagi, san'atdagi yoki boshqa bir sohalardagi islohotlar, qayta isloh qilish natijasida paydo bo'lib kelavergan, bir-birini yangilab kelavergan uslublarda bu hammasining o'z o'rni bor. Lekin bugungi kun odamlar bilan hisoblashgan holda tafakkur qilish kerak. Bu degani endi bu bugungi yoshlarni yoki bo'lmasa bugungi saviyaga qarab xuddi seriyalarga o'xshab bugungi saviyaga qarab kalla tashlab yuborish kerak degani emas. Lekin ularni dunyoqarashi bilan hisoblashgan holda ularni o'zimizni dunyoqarashimiz darajasiga olib chiqishga harakat qilishimiz kerak-da. Bu bilan siz ham biz ham dunyoqarashimiz yuksak emas. Biz ular bilan qo'shilib o'sishimiz kerak. Ularni ham o'zimiz ham o'stirishimiz kerak-da. Endi u paytlarda bilasizmi? Hozir siz savolingizdan u paytda siz yozgan paytingizda odamlarning dunyoqarashidan, odamlarning dididan, odamlarning talabidan ancha oldinda bo'lgansiz degan narsani o'qib qoldim-da, unaqa bo'lmagan. U o'z zamonimda yana 20 yildan keyin shu she'rlarim o'lmaydi, xudo xolasa degan narsa bo'lmagan. U shunchaki kelgan yozganman. Bilmadim. Haligi mana hozir Uyg'un domlani bir she'ri hozir jitrend bo'lib ketdi. O'zing kelmading-u, gul yuboribsan. Ko'p intizor edim bugun yo'lingga, ha? Hozir u nechinchi yil? Bilmadim, nechinchi yil yozgan edi. U SSSR paytida yozgan she'ri hozir hit bo'lib ketdi, hozir qayta. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun nimani qachon qanaqa mashhur bo'lib ketishini bilmaymiz-da. Yani bu savolingizga o'zi javob tayinli beradigan javobim ham yo'q-da, o'zidan hammasi. Tushunarli. Yuqorida aytib o'tgan fikringiz
kelib chiqib savol bermoqchiman. Tomoshabinning saviyasi haqida eslab o'tdingiz. Hammaga ma'lum, hozirgi kunda nafaqat san'at sohasi, balki juda ham ko'plab sohalarda inqiroz ro'y bermoqda. Shu fikrga qo'shilasizmi? G'oyaviy inqiroz. Endi g'oyaviy inqiroz ham mana haligi bir katta ko'rsatuvlar, kim millioner bo'lmoqchi degan bir ko'rsatuvlar chiqyapti-yu, haligi savollar ajoyib, qaysi harbiy unvon eng kichigi yoki bo'lmasa 5 barmoq qaysi davlatning milliy taomi, million pul qo'yapti o'shanga. O'sha savolni topganga, o'shani ham topolmaydiganlar ko'payib ketdi-da. Mana bir hozir aytaman sizga, maktabda ozgina ishlaganman-da. Shuning uchun o'qituvchilarni qattiq hurmat qilaman. Endi bir o'quvchi iltimos qildi, ustoz menga ruxsat bering, oxirgi soatida repetitorga borishim kerak. Xo'p, repetitorga bormoqchi bo'lsam ruxsat beraman. Mani fanimda repetitorning manfaatliroq hozir o'ylab qarasam. Nimadan qatnashasan desam, kimyodan. Savol beraman. Kobalt nima desam, nomla mashina-yu deydi. Kimyodan repetitorga boryapti. Bunaqa bilmadim, hozir o'sha gapimda bugungi kunda fit bo'lish uchun hech narsani o'qimaydiganlarni darajasida ijod qilish kerak bo'lib qolyapti. Bunaqa deyishimga sabab bor. Chunki meni nazarimda bugungi kunda tomoshabinning saviyasini belgilab berishda juda ko'plab savollar tug'ilmoqda va aynan san'at vakillari, ijodkorlar bugun tomoshabinga moslashayotgandek hayolimda. Moslashib bo'ldi. Bu to'g'rimi yoki aksi bo'lishi kerakmi? Shu haqda mutaxassis sifatida so'raysiz. Endi mutaxassis sifatida emas. Men sizni mutaxassis deb e'tirof eta olaman, chunki siz mana shu soha bo'yicha oliy ma'lumotga egasiz, adashmasam. Yo'q, baribir endi to'g'ri, ma'lumotim oliy. 3 yil san'atda bo'yicha kollejda o'qiganman, 4 yil institutda o'qiganman. To'g'ri, lekin baribir haligi bu borada tajribangiz ham yetarli. Tajribam yetarli, lekin bu borada ilmiy ishlar qilgan, ilmiy va amaliy katta ishlar qilgan soha vakillari oldida baribir o'zimizni unchalik mutaxassis emas deb hisoblab turamiz. Bu nokamtarlik ham emas, bu kamtarlik ham emas, bu real qarash. Endi hech bo'lmaganda mana shu auditoriyaga jamiyat a'zosi sifatida, ya'ni san'at iste'molchisi sifatida aytishim mumkinki, biz dunyo qarash orqasidan quvib pastga tushib ketyapmiz. Hammamiz. Mana sizga aytayda, avvalo san'atkorning o'zi ilmli bo'lishi kerak. Yuqorida aytganim, meni terminim shu, hech bo'lmasa eplab savol bera oladigan darajada bilimi bo'lishi kerak. Mana tog' toshlarning chiroyi lola, gul, ohu bilan. Xasta ko'nglimning quvonchi ul kamon abru bilan. Bizning hozirgi son sanoqsiz qo'shiqchilarimiz qanaqa aytayapti buni? Xasta ko'nglimning quvonchi ul kamon obro' bilan deb aytishyapti. Men nechtasini to'xtatdim shu bolalarni to'ylarda, konsertlarda. Voy baraka topgan, abro' bo'ladi. Internetga kir, abro' deb yozgan chiqarib beradi. U qiyin emas, kutubxonaga borib tiklashing shart emas. Shunda qo'lingda turibdi. Bu so'zni ma'nosi, etimologiyasi qo'lingdagi telefoningda turibdi. TikTok tiklama, Instagramda Reels aylantirma, shunda Google'ga kirib yoz chiqarib beradi. Desam, yo'q. Yana boshqa to'yda ko'raman, yana xuddi o'shandek aytadi. Endi fonogramma bo'lsa mayli, endi bitta obro' deb yozib ketgan, shuni takrorlayapti. Jonli aytganda ham shuni takrorlayapti-da. Abro, arablarda adashmasam abro deydi, ya'ni haligi kashtani qoshga o'xshagan qayrilma naqshi bo'ladi. Gullar bo'ladi, qoshga o'xshagan qayrilma shakllarini. Tojiklarda abrayam deydi, adashmasam qosh. Tojik tilini yaxshi bilmayman, lekin abra deb qoshga ishora berishadi. Xasta ko'nglimning quvonchi u kamonga o'xshagan qoshing bilan deyapti bu yerda. Kamon, obro. Qanaqa, qaysi mantiqqa to'g'ri keladigan jumla bu? Kamon, abro. Abro, kamon. Tushunyapsizmi? Buni endi filolog sifatida emas, iste'molchi sifatida aytyapman. Filologlar tag'in xato izlamaydi, balki xato bo'lishi mumkin gaplarimda. Biz Toshkent madaniyat kollejida an'anaviy ijrochilik maqom va maqom yo'lidagi qo'shiqlarni o'rganayotganimizda har bitta qo'shiqning so'zlarini lug'at qilib tushuntirishardi bizga.
nima aytayotganingni tushunib olib oldin deb. Katta hofizlarni ko'ramizda hozir endi u o'sha mashhur hofizlar emas, endi mahalliy hofizlar qaysi viloyatga borsam ham oshda o'tiramiz, boshqa o'tiramiz, juda ko'plab qo'shiqlarning so'zlarini buzib, bemalol buzib aytadi-da. Endi shunday bo'lgandan keyin san'at ahlidan shunaqa dunyoga qarash ko'rganimizdan keyin endi oddiy xalqdan, oddiy bugungi tinglovchidan, tomoshabindan nimani kutamiz? Menimcha, baribir san'at vakillari targ'ibotchi bo'lishi kerak. Targ'ibotchi bo'lishi kerak. Ijodkorlar. Ijobiy targ'ibotchi bo'lishi kerak. Yaxshilikka, ilm ma'rifatga, tafakkurga yetaklash kerak. Shuning uchun mana hozir Ozodbek Nazarbekov, haligi sivishk degan so'zni nimaligini aytib berdi yoshlarga. Yo'qki boshqa shunaqa qo'shiqlardagi so'zlarni ko'ryapsan, so'z tanlashdagi talabchanligini, yoki o'lmasonlar bergan. Meni Otabek Muhammadzoqning nechtasini sanay, u talabchanlik bor bularda. So'zga e'tibor bor. Lekin hamma san'atkorlarimizda ham shunday bo'lmaydi-da. Biz iste'molchi sifatida biz talab qilishimiz kerak. Biz qayerdan talab qilamiz? Talab qilishimiz ozgina bilishimiz kerak. Shunday. Bekzod aka, O'zbekistonda bizning yurtimizda juda ko'plab qismini yoshlar tashkil qiladi. Buni foiz nisbatida olganimizda ham. Va afsuski, siz kuyib pishib qalbingiz bilan gapirgan masala hali ham javobsizligicha, hali ham sarson qolmoqda. Chunki juda ham ko'plab yoshlarimiz hozir siz aytayotgan falsafani mutlaqo teskarisiga ergashishmoqda. Mutlaqo bularni albatta bilamiz, har bir sohani o'zini nazorat qiluvchi tashkilotlar bo'ladi. Nimaga bu masalalarga jiddiy e'tibor qarashmaydi? Aynan o'sha qo'shiqlardagi matnlardagi so'zlari yoki ijrodagi ishlatilayotgan, umuman seriallarda ishlatilayotgan so'zlar, dialoglarning tuzilishiga kuchli nazorat bo'lmayapti. Endi bu savolga men javob bera olmayman-da. Bu bo'yicha men o'zim ham rosa kinoda ishlaganman. 2 yilcha. Bilmadim, bu yerda talab bor edi lekin. Yaxshigina talab bor edi bu bo'yicha. Endi xususiy telekanallarga, xususiy serial kinolarga endi ular mustaqil bozor iqtisodiyoti bosib chiqdi endi. Men masalan o'zim uchun va bola chaqam uchun qarshi chiqaman va buni eplayman. Lekin hamma ham bunday emas-da. Shuning uchun bu savolga javob beradigan bo'lsam, bilasizmi, bu darrov o'zidan aqliy savobni u yoq bu yoqda ishadi. Yana shu o'rinda men mana shu soha mutaxassislaridan qaysi sohaga oid gaplar gapirayotgan bo'lsam, o'sha soha mutaxassislaridan uzr so'rayman. Men o'qimishli inson sifatida emas, mana shu jamiyatda mana shu borliqni, mavjudlikni o'liga boricha va o'zimni dunyoqarashim, tafakkurim yetgancha va bilganimcha aytyapman xolos. Tag'in chala olim bo'lyaptimi deb o'ylamanglar. Bu olimlik da'vo qilmayman hech qachon. Chunki to'g'risida bir ozgina birovga durustroq fikr bildirsangiz, juda ko'pchilik mutaxassislar tepalab tashlashadi-da. Barakalla harakat qilyapti ekan shu bola. Bu ancha bilimi kam ekan, lekin harakat qilsa zo'r bo'ladi demaydi-da. Bilmasang nima qilishadi, sport qilsa aralashadi deb tepalab tashlashadi. Shuning uchun uzr so'rab qo'ymoqchiman oldindan. Aslida faqat siz emas, misol uchun siz endi san'at sohasi vakili sifatida gapiryapsiz. Siz ko'proq haqlisiz bu narsalarga gapirishga. Aslida o'zi umumiy xalq ham har birimiz bu narsalar ustida, misol uchun hozir tilshunoslikga, filologiya, misol uchun tillar haqida muhokama qildik, kadr ortida ham siz bilan bitta narsalarni muhokama qildik. O'zi har bir shaxs, men deb o'zini jamiyatda hisoblaydigan odam bular ustida o'zi muhokama qilish kerak, o'zi aslida. Bilish kerak. Bilish shart. Mana bizning qishlog'imiz endi deylik 5-yillar ekan deyilgan paytda elektr ham bo'lmagan qishlog'imizda. Biz qishlog'imizga 1971-yilda elektr kelgan, ungacha bo'lmagan. 20-asr boshlaridagi bir voqealarni aytib berishdi-da. Shu kimdir xonadonida bu bir juma yoki bir yakshanba deylik, kimdir bu amakimiz xonadonida yig'ilishar ekanda, boshqa qishloqlarda
shoirlar yoki bo'lmasa endi shoirlar juda ko'p bo'lmagan, lekin yoki o'sha she'r, adabiyot shinavandalari kelib, bir-birlariga Navoiydan, Bedildan, Boburdan, endi vodiyda, Samarqand, Buxoroda, Toshkentda bo'lgan-u, haqiqatan bo'lgan, lekin bizda bo'lmagan deb o'ylab ko'rmagan ekanman-da. Shu tarixni eshitganimdan keyin hayratda qoldim. Biz hattoki bizning qishloqlarimizda ham shunaqa mushoiralar bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Ularni o'sha titklaydigan Instagram, ularni o'qiydigan gazeta yoki ko'radigan televizori shu bo'lganda. Tushunyapsizmi? Baxshilar chaqirilgan endi bir tomonimiz Bulung'ur, bir tomonimiz Payariq, Qo'shrabot baxshilar bo'lgan, nomdor baxshilar, uncha tanilmagan baxshilar bo'lgan. Alpomishdan, Go'ro'g'lidan, Ravshan dostonidan parchalar ijro qilib, o'shaqa mashg'ulotlar bo'lgan ekan. Musobaqalashgan ekan keyin. Bugun sonida yorvardik. Endi tayyorlanishimiz kerak. Keyingi safar sonlilar bizning qishloqqa keladi. Yutqazib qo'ymasligimiz kerak deb raqobat bo'lgan ekan. Tushunyapsizlarmi? Mana shundan kelib chiqadi-da ilm. Masalan, deylik, Sherali Jo'rayev yoki bo'lmasa Bobomurod Hamdam yoki Ortiq Otajonov shunday bir g'azallar bilan aytilgan qo'shiqlarini umuman adabiyotga ham san'atga ham daxli yo'q odamlar tushunib, maza qilib, qiyqirib eshitishgan. Nimaga? Chunki ular maktabda haligi o'sha g'azallarni, ma'nolarini bilib katta bo'lishganda. Tushunyapsizlarmi? Hozir endi birinchi o'rinda maktabda qoyillatib o'qisak, bizga repetitor ham kerak emas. Qo'shimcha pul to'lab ta'lim olishimiz ham kerak emas. Maktabda hammamiz borib o'qib qo'yaylik-ku. Mana shu nuqtaga kelib taqaldik. O'zimiz yuqorida qancha narsani muhokama qilgan bo'lsak, bundan oldingi siz bilan ham boshqa birovlar bilan ham bo'lgan podkastlarda o'zi umuman muhokama qilinadigan narsa yechim izlanadi o'zi birinchi. To'g'ri, biz hozir masalani atrofida aylanishimiz mumkin, lekin yechim hozir siz aytgan narsa bo'ldi. Ta'lim, maktab birinchi o'rinda, mana shu ta'limda, maktabda maktabga shunchaki borishimiz kerak xolos. Maktabga borib kelsak bo'ldi, bizga yuqadi shu, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa. Menda bir kun bir voqea bo'ldi. Reklama rolikka buyurtma kelib qoldi, bir tarixiy Buxoro amirligi davridan olamiz. Kadrlarimiz shunaqa bo'ladi, voqea shunaqa bo'ladi, g'oyamiz shunaqa, ssenariyimiz shunaqa deyishdi. Endi g'oyamiz shunga ssenariy yozish kerak. Endi vaqtim yo'q, internetim bor, kompyuterim bor, Wi-Fi bor, hamma narsam bor, vaqtim bo'lmayapti. Va o'rtog'imga telefon qildim. O'rtoq, iltimos sendan. U ham san'at sohasi vakili. Iltimos, ulgurmayapman. 6 ta qo'lim bo'lsa ham ulgurmaydigan darajadaman. Ularga ssenariy ko'rsatishim kerak. Iltimos, Buxoro amirligi davrida bosh vazir o'rniga qanaqa lavozim bo'lgan? Bosh vazir degan lavozim bo'lmaganda hamma davrda ham kimdadir Devonbegi, qaysidadir Mirzo Boshqirda, Qushbegi, qaysidir davrda yoki qaysidir xonlikda shuni bilib bergan dedim, jim bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki uni aniqlash uchun Google'ga kirib yozadi. Yozgandan keyin u chiqib keladi. O'sha ma'lumotlarni sintez qilib orasidan menga aynan men bergan savolning javobini olib tushuntirib berish uchun o'sha Google'ga yozishgacha bo'lgan bir bilimi, bazaviy bilimi bo'lishi kerak-ku, san'at sohasi vakili bo'lgandan keyin. To'g'rimi? Menga masalan jigar serozini palon bosqich bo'yicha nima qilish kerak ekan deb qidirib topib bering desangiz, men uni internetga yozaman, chiqqani bilan uni ichidan o'sha javobni olib berish uchun tibbiy bilim bo'lish kerak. Masalan, menda o'sha bilim yo'q. To'g'rimi? Lekin san'atkordan u bilim talab qilinmayapti, lekin san'atkor baribir kechagi kunni, bugun kunni bilish kerak ozgina bo'lsa ham. To'g'rimi? Ana shu darajada yana bir voqea. Bir kursdoshim bilan birgalikda bir qaysidir xususiy telekanalga ko'rsatuv yozamizda, ko'rsatuv yozib yuramiz. Bir kun uni uyda o'tirib ijod qilamiz, bir kun Berikada. Yunusobodda turaman o'sha paytda. O paytda metroda ham telefonlar ishlamaydi. Ikkalamiz uning ishxonasidan chiqdik, metroga ketdik. U yigit Chingiz Aytmatovning Jamila qissasini insinurovka qilgan, ya'ni sahnaga moslashtirib. Va teatrda sahnalashtirib, Qirg'izistonda yetakchi o'rin olib keldi u spektakl. Tushunyapsizlarmi?
aytyapman, dramaturgiyada o'qiganmiz, u bola ham dramaturg bola. Chingiz Aytmatov Jamila asarini bir 50 martalab o'qiganda endi bu degani. Kamida. Keyin bordik Yunusobodga, uyga kirishim bilan yangangiz kutib oldilar, kelmaysiz. Katta bola telefon qilmadimi sizga dedi. Yo'q dedim, kichkina bola shu dedi, gaplashdik dedi. O'tirdik, yedik, ichdik, ijod qildik. Bir payt haligi o'rtog'im so'rayapti. Axir kirib kelgan paytimiz kelin katta bola, kichkina bola dedi, tushunmadim nima degan bo'ldi. Aytdim. Ha, umid dedim, bizni Jizzaxda o'zbeklar va qirg'izlarda shunday odat bor. Qaynalarini, qaynisinglari, qaynag'alari, eri hech birini oti aytilmaydi. Shunday. Aytilmaydi. Shunday. Kelinlar aytmaydi. Laqab qo'yib bo'ladi. Artist bola, Melisa bola, o'qituvchi bola, sori qiz, qora bola, qora qiz, katta qiz, kichkina qiz, katta bola ukam, kichkina bola, kichkina ukam. Desam, maniga o'rtog'im aytyapti, aytdim nimaga Jamila asarida Jamila qaynasini kichkina bola deydi, endi tushundim. Tushunyapsizlarmi? Shu narsalarni biladigan bazaviy bilim bo'lmagandan keyin biror bir asar o'qiganingizdan keyin ham uni to'lig'icha mohiyatiga yetib bora olmaysizda. Shunday. Shuning uchun Aytmatov o'qiyapmanmi, men qirg'iz xalqi kim? O'sha asarda tilga olingan davr qanaqa bo'lgan? Bugun qanaqa ular? Ularning navoiy o'tmishi qanaqa? Biz kimmiz? Qirg'iz bilan biz qanaqasiga qarindoshmiz? Biz qanaqasiga ular bilan bitta otani bolasimiz? Buni hammasini bilib o'rganib chiqish kerak. Oldin qiyin emas, hozir mana hammasi turibdi. Kutubxonaga borishga erinsa, kitob tiklashga erinsa, shuni ham qilmayapmiz-da. Bekzod aka, men suhbat chog'ida men e'tibor berib qarayapman, bir g'oya keldi yoki savol keldi desam ham bo'ladi. Sizga qachondir shu fikr kelganmi, biror film suratga olish? Qisqa metrajlimi, to'liq metrajlimi? Chunki dunyo qarashingizdan kelib chiqqan holda, umuman tajribangizdan ham, mutaxassisingizdan kelib chiqqan holda bir film ishlasangiz, menimcha juda ham g'oyalaringizni amalga oshirish uchun bir maydon bo'ladi. Bor. Men ertaga maktab degan bir qisqa metrajli film yozganman. Bu ijtimoiy tarmoq YouTube'dan qidirib topsa bo'ladimi? Qidirib topsa bo'ladi. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan suratga olingan. Buyurtmasiga asosan. Xo'sh, nima desam? Yozgandan keyin zo'r yozish kerak, olgandan keyin zo'r qoyillatib olish kerak-da, bo'lmasa kerak emas. Mablag' bilan mablag'ga borib taqiladigan. Kimdir homiy qilib topasiz, uni pulini javomiy qilmasligi uchun bittada yaxshi chiqish kerak. Yoki o'zimni pulimni, birinchisi o'xshamasa keyingisi o'xshaydi deydigan imkoniyat yo'q menda. Yoki birov pulini olgan taqdirda ham unga javobi bor ertaga. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bunga hali endi 40 ta kiryapman, yuragim betlagani yo'q. Va men dramaturgiyani bitirganman-da. O'zimni rejissyor deb hisoblamayman. U o'qish kerakligini uchun qaytdim. To'g'ri, endi hozir aktyorlikni bitiribman, menga o'sha dramaturgiyani, san'atshunoslikni bitiribman. Hech qayerda o'qimasdan ham rejissyor bo'lib ketyapti, bo'laversin. Qayergacha borar ekan, bo'laversin. Baribir o'qish kerak. Rejissyor bu vrach tayyorlashadi, o'qitishadi. Yoki bir yuristni o'qitishadi do'ldana. Rejissyor ham shunaqa. Ko'chadan kelgan har qanday odam, ot chopib yurgan yoki bo'lmasa deylik, qo'shiq aytib yurgan odamni shundoq sud zaliga o'tkazib qo'yib unga hukm chiqarib deya olmaysiz. Yoki huquqshunoslik bilan shu bilan yurist bo'lasan deb qo'yib yubormaysiz. Yuridik soha ichiga. Bu ham xuddi shunday narsa. Agar o'qigan taqdirda ham baribir shashtim yetmasligi mumkin edi, chunki qilgandan keyin zo'r qilish kerak bo'lsa kerak emas-da. Men she'r yozishda o'zim pozitsiyam shunday. Bitta yozdimmi, yorsin. O'yib yorsin, bo'lmasa kerak emas. Mana she'r mavzusiga kelganda juda ham ko'p savollarimiz bor. Aynan ulardan bittasi, aytaylik, ijodkor insonni albatta dardi bo'lishi kerak.
Shundagina uning ijod mahsuli yuqori darajada chiqadi deyishadi. Bugungi kunda e'tibor beryapmiz, qarayapmizki, kuzatyapmiz. Sizni o'sha yuqorida sanab o'tgan faoliyatimizdan aynan o'sha shoirlik, she'r faoliyatingizni biz shu darajaga chiqyapti deb hisoblasak bo'ladi. Bu she'rlaringiz shu darajaga chiqishiga, shunchalar samimiy bo'lishiga sababchi bo'lgan dard nimada edi? Yuzat aka? Dard tan olinmaslik. Tan olinmaslik. Tan olinmaslik. Meni juda ko'p tan olishmagan. Oldiniga xafa bo'lardim. Keyinchalik e'tibor ham qilmadim. E'tibor qilmay ketdim. Va faqat mehnat qildim. Tamom. Mehnat. Meni she'rlarimni o'qib ko'rib, o'zi ustimdan kulishgan. Katta shoirlar, endi hozirgi nomdor mashhur shoirlar demoqchimasa, endi o'zlari katta shoirlar hisoblaydiganlar. O'tkinchi mavzu bu, ijtimoiy yozish kerak emas, yozgandan keyin abadiy qoladigan narsa yozish kerak. Nima qanchalik abadiy yoki abadiy emas, buni hech kim hal qila olmaydi. Hech narsa abadiy emas. Abadiy o'lmaydigan qancha she'rlar tuproqning tagida qolib ketib, to qiyomatgacha bizgacha ma'lum bo'lmasa mumkin, to'g'rimi? Butun bir bashariyat tarixida, to'g'rimi? Shuning uchun mana bu abadiy emas deb deyish noto'g'ri, imkon qadar to'g'ri harakat qilish kerak. Agar inson real va noyob haqiqatlarni tanlab, kuchli ifodani ishga solib yozsa, u baribir abadiy bo'lmasa ham shu uzoq yashaydi. Endi nima desam, o'sha dard shu. Meni hozir ham tan olishmaydi. Nima endi? Chunki majbur emas meni tan olishga hamma ham. Lekin odam she'rlarimda ham bekorga emas, men bilan rasmga tushmasdan hamlar, chunki rasmga ham qo'yib tushaman. Mana oddiy qizlar men bilan uylanishga uchrashuvga chiqarishgan. Keyin o'zim uchrashganman. Hayot, sevgi, muhabbat. Qizlar bir qarashda yaxshi ko'rishmagan meni. Hozir ham shunday, masalan, hozir ham sinab ko'rsam, yangi sinab ko'rmayman, u xotinni o'zini kechir. Bittada yaxshi ko'rmaydi. Men bilan suhbatlashib, mayli she'rlarni yig'ishtirib turing, men bilan suhbatlashib, kundalik hayotda xarakterimni bilgandan keyin menga nisbatan iliqlik paydo bo'la boshlagan. Hozir bu sizdan nima dard degan savol tug'ildi, berishdi. O'shanda men siz aytgan javobdan ko'ra kuchliroq siz aytdingiz, tan olinmaganligingizni. Men o'ylagandim, bundan muhimroq sabab bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Gapni ochig'i. Nimaga? Nimaga? Chunki bu she'rlaringiz tan olinmagandan chiqqan dard bo'ladi, chizda. Undan ko'ra kuchliroq bir dardda yozilgandek aslida she'rlaringiz. Men nima demoqchiman? Mana misol uchun bir insonni bir qalbi orom olib uxlashi uchun qo'yib qo'yiladigan she'r, demak bunga kuchliroq sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, kuchliroq dard bo'lgan bo'lishi mumkin degan narsa siz javob bermasdan oldin men xayolimdan o'tgandi-da. Yo'q, bundan to'g'ri, men tan olinmasligi deganimda endi to'g'ri noto'g'ri tushunmaydi, qasma-qasdiga ijod qilib, ko'rsatib qo'ygan ijod qilib. Yo'q, buni ijod qilmadim. Agar bunaqa ijod qilganimda har kuni yozardim-da. Men shunchaki uni oldingi keluvlarimda ham aytganman, ketdim shunchaki hammasidan. Ishdan bo'shadim. Hozir davlat ishida umuman ishlamayapsiz. Yo'q. Ishdan bo'shadim. Xo'sh, katta Qozondan ketdim. U katta Qozon Samarqandda bo'ladimi, Jizzaxda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi, farqi yo'q. Ketdim. Chunki men bilan ham fikr keladigan, men bilan dunyoqarash darajasida emas, umuman olganda xarakteri yoki men bilan bir qalbi mos tushadigan suhbatdoshlik o'zi yo'q atrofimda o'sha paytda. O'zim bilan o'zim gaplashdimki, bilmagan narsam bo'lsa ustozlarga, filologlarga, katta san'atkorlarga qo'ng'iroq qilaman, ulardan maslahat olaman. Yana
izlanishda, yana yozishda, o'qishda davom etaverdim. Shuni natijasida bo'ldi. Endi bu insonni mavjudligi o'zi bitta dard hayotda. Mana men bilan rasmga tushib qoldim ya. O'z vaqtida biz qadrlanmaymizda. Juda ko'plab mashhurlarimiz, juda ko'plab olimlarimiz, san'atkorlarimiz, sportchilarimiz yoki boshqa soha vakillarini, muhandislar deymiz bosh. Ko'pchiligini bilmayman, ataylab qo'yamiz, shuni o'lishini kutib turamizda. O'lgandan uni qadrlashni boshlaymiz-da. Hozir ham shundayda. Shuning uchun biz o'z vaqtida rasmga tushib qolishimiz kerak unday insonlarimiz bilan. O'z vaqtida qadrlab qolishimiz kerak. Hozirgi paytda, hozirgi zamonaviy mana shunday davrda yaxshi shoirlar men nazdimda. Balki men xabarim yo'qdir. Yozuvchilar, asar yozadiganlar nazarimda kamdek. Mana misol uchun deylik, yaxshi asarlar yozadigan yoki yozayotgan bo'lsa ham bizgacha yetib kelmayapti. Chunki mana shunday bir tezlashgan bir zamonda yashayapsa, bizni nima deydi? O'zimni o'qimayapsiz-da? Bizdan uzoqdadir balkim. Mana shu yerda endi gapirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim. Jirinovskiy rus siyosatchi, Jirinovskiy bitta gapi bor-da, bir katta selektor bo'ladigan bo'ladi, hamma davlat rahbari joyda o'tirgan bo'ladi. Nimaga hozir deydi Dostoyevskiyday deydi, Turgenevday, Davralyubov ham misol uchun, Tolstoyday deydi, yozuvchilar chiqmayapti deydi, Rossiyada deydi. Deydida aytadi, sababi deydi Dostoyevskiy deydi, ancha yillar deydi qamoqda saqlangan, surgun qilingan deydi. Balkim hozirgi shoir yozuvchilarimiz shunday surgun qilarmiz. Kulgi ortidagi gapda nima demoqchiman? Bu yerda ular ana shu oiladan yiroqda, vatandan yiroqda ular dardi kuchayganda yozuvchi hamda shoirlar, hamda asarlar shunaqa nodir bo'lgan. Zo'r chiqdi. Balkim hozirgi paytda she'rlaringiz mashhurligi ham muvaffaqiyatsizlikdan kelib tug'ilgan she'rlar bo'lgani uchun. ha, Shunday. O'z aslida shunday. Haligi Nog'orani ham ichi bo'sh bo'lsa yaxshi chalmadi-ku. Bekzod aka, men o'zim to'g'risini aytsam, she'rlar yozib turaman. Juda ham endi bu ommaga olib chiqish darajasida bo'lmasa ham va oz bo'lsa-da shu ijod shoir nima boshdan o'tkazadi his ko'rganman. Va shundan kelib chiqib sizga savol bermoqchiman. Siz she'rlaringizni nima uchun yozasiz? Odamlar sizni eshitish uchunmi yoki o'zingizni eshitish uchun yozasizmi bu she'rlarni? Nima desam? Ikkalasi uchun ham. Chunki men sizga hozir qiziqib, shifrlashim kerak, ana bu yerda muammo yo'q. Bu yerda ishim yurishmayapti, bu yerda ijod yaxshi ketmayapti deb o'tirganim bilan sizga qiziq yo'q uni. Uni she'r qilib, chiroyli qilib ifoda qilib bersam, siz meni dardimga qiziqasiz. Va u sizni yana bu oltin qoidam, bu sizni ham dardingiz bo'lib chiqishi kerak. Tushunasizmi? Endi asosan endi men shu she'rni yorib qo'yishim kerak, hamma hayratda qolish kerak deb yozmaganman. Men aynan she'r yozaman va yozgan she'rlarim zo'r bo'lib ketadi 2025-yillar deb yozmaganman. Chunki 2025-yilgacha meni she'rlarim keladimi yo'qmi, uni davlat o'sha payt yoki o'zim bu yilga yetib kelaman yo'q, davlat 20-18 yil oldin. Shunchaki haligi dard, qaysi ma'noda o'sha muhabbat dardi, adolatsizliklar va tan olinmaslik. Bu dardlar hammasi mujassam bo'lgandan keyin qiyinchilik, talabalikda rosa qiynalganmiz. Men hozirgacha piyoda yurishimning sababi shunday pul bo'lmagan endi talabalik paytda. Hammani boshida bor bu narsa. Boyi bolasi ham, kambag'ali bolasi ham talabalikda xolis olmaysiz, och qoladi, bari xolis yo'q, qiynaladi pullar. Muhabbatdan qiynaladi. Bu tabiiy jarayon. Ana o'sha paytda menga boshqacha ta'sir qilgan bo'lsa kerak-da. Piyoda yurganman. Toshkentni buchkasi piyoda yurganman. Va o'sha narsa hozir ham odat bo'lib qolgan. Piyoda yurmasam o'zimni noqulay his qilaman. Qanday bo'lmaydi baribir. Endi o'rtoqlar, men she'rni ana o'sha shuncha muammolarda kelib chiqib to'yapti bu she'rlar. U she'r boshqacha bo'ladi. Bemalol komfort hayotda menimcha odamlarga yozilmasa kerak. Katta buyuk shoirlarimiz ko'pchiligi siz bilan bizni yoshimizda to'q yashamagan, uy joyi bo'lmagan ko'pchiligi. O'shaning uchun asarlar.
Hammasini deya olmayman. Ko'pchiligi. Shuning uchun har odam o'zini qiyinchilikdan yaxshi toplanadi. Hayot masalan Tolstoy, Lev Nikolayevich Tolstoy bu insonni ijodini juda zo'r bilmaymiz. Shuning uchun balki siz yaxshi bilasizlar. Shuning uchun chuqurlashib keta olmayman, lekin bilganim Lev Nikolayevich Tolstoy katta yer egasi bo'lgan, ha? Moddiy tomondan to'q ekan, bola chaqasini oldida ekan, unda nima dard qiynab turdi deysizlar. U jamiyatni dardiga chiqa olmagan u. O'zi to'q bo'lgan bilan boshqa ochlarning dardiga chiqa olmagan. To'g'rimi? Adolatsizliklarga chiqa olmagan. Mana shundan kelib chiqadi. Chiqa olmaslikdan kelib chiqadi bu narsa. Ijod chiqa olmaslikdan kelib chiqadi. Siz bilan Reyslarga qo'yilgan gap bo'ldi. Albatta. siz bilan Tolstoyni bog'liq turadigan bitta narsa bor ekan. Sabab. Yo'q, unday demang, yo'q. Yo'q, Tolstoy yaxshi o'rganib chiqing. Bor. O, adabiyot ustozilar teplab tashlashmasin. Yo'q, teplashmaydi. Chunki sabab bu aniq ravishdan ko'rinib turgan. Lev Tolstoy ham shunaqa katta yeri bo'lishidan qat'iy nazar, boy bo'lishidan qat'iy nazar faqat piyoda yurgan. Mana shu bog'lab turgan narsa. Bundan endi qochib tura olmaysiz. Ana shu joyga men haliga shoirga mumkin bizni bir uzoq asrlik amakimiz o'tganlar. Endi faxrlanib kelaman bolaligimdan. Endi To'ra Sulaymon. Urug'imiz bittada endi ular Ahmad bo'lsa biz G'aldorolda uni bosganmiz. Bir 300 yil, 400 yillik nari borsa urug'imizda. Go'ro'g'li Sulton bir yon, To'ra Sulaymon bir yon degani. O'shanda tanqidlar bo'lgan ekan, yozuvchilar uyushmasida u yoqda bu yoqda endi aytishlaricha endi faktim yo'q. Haydar Muhammad degan mashhur dramaturg ustozimiz institutda bizga dars bergan, o'sha inson aytib beradilar. Rosa tanqid bo'lgan ekan. Shuningdek shoir Go'ro'g'li Sultonga o'zlarini teng ko'ryaptilarmi? Yo'l bo'lsin degan ekan. Shoirga mumkin endi. Qaro holingga baxsh etgin, Samarqand bahoroni. Tolstoyga o'xshatib olmang, lekin shunaqa bir o'zimni buyuk insonlardan solishtirib tashlagan she'rlarim ham bor. Hali biz uzoq asrlik bir amakimiz bor, endi urug'imiz bir To'ra Sulaymon. Go'ro'g'li Sulton bir yon, To'ra Sulaymon bir yon deb tugatganlar she'rlar. O'shanda Haydar Muhammad degan dramaturg ustozimiz institutda o'qib yurgan paytimizda aytib berganlar. U juda tanqid bo'lgan bu she'r. Bu kichkina bir shoir. Kim san Go'ro'g'li Sultonni o'zini teng ko'ryaptimi? Qanaqa she'r bu degan gaplar bo'lgan deyishyapti. Endi eshitganim, ko'rmaganman. Yoki qaro holingga baxsh etgin, Samarqand bahoroni deganda chaqirtirilgan-ku. Shoir. To'g'rimi? Shuning uchun haligi menda ham bor. Ham Tolibjon va Zulfiya haqidagi she'rda o'zimni jabr solishtirib olganman endi. Mumkin endi shoirga. Shunaqa bir she'r bor. Ezop degan bir faylasuf o'tgan bilasizlar. Bir masalchi o'tgan Ezop ismli. Fikri tiniq bo'lgan menga o'xshagan, omadi chopmagan qizlar bobida biroz xunuk bo'lgan menga o'xshagan. Ketsang ketavergin yor meni tashlab, yig'lashib qolaylik azob ikkimiz. Xunuklar dunyoning ko'rkidir, asli biz shunday buyukmiz, Ezop ikkimiz. Ezop ham 2017. 2017 gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha bu she'ringizni hali men juda ko'p joylarda eshitmagandim. Bor, internetga qo'ydim-ku, lekin uni ko'pchilik tushunishmadi, chunki Ezop haqida ko'pchilik bilmaydi. Hatto o'zim ham yaxshi bilmayman. Masalalarning otasi. Bu she'ringizni bizga o'xshagan xunuklar telefonga saqlab olsa bo'lar ekan. O'zini shu dunyoda xunuklar kammi deymanda trend bo'lmayapti-da she'r. xunuklar-ku o'zini xunukman deb hisoblaydiganlar ekan. Ana. To'g'ri. Qishloqning bahorimi eng omadlisi yoki sizni boshqa o'zingiz sevimli o'zingiz yozgan she'ringiz bormi? Qaysi bir she'rlaringiz? Birinchi o'rinda shu turibdi hozir o'zim uchun ham. Bu she'r yozganimda hozirgacha ham aytishadi, Toshkentda unaqa deysan, bunaqa deysanda keyin o'zing kelib olasan, u yoq degan gaplar bo'lganda, keyin tepalarga topirlar. Shahar degani bu
bu dunyoda shahar deganda faqat Toshkent tushunilmaydi. Masalan, Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti, Nyu-Yorkni ramziy ma'noda dunyoning poytaxti deyishadi, to'g'rimi? Ramziy. Astana degan bir katta shahar bor. Dunyoda. London degan katta shahar bor. Dunyoda faqat biz Toshkentga intilyapmizmi? Dunyoning boshqa joylarida hamma intilayotgan shaharlar yo'qmi? Men Toshkentni yaxshi ko'raman, Toshkentda katta bo'lganman. Toshkentni hech qanday Londonga ham, hech qanaqa bir Nyu-Yorkga ham almashmayman. Lekin shaharga ortiqcha intilma bo'la degani faqat Toshkentga intilma deb tushunish kerak emas. Samarqand kichkina shaharmi? Buxoro shahar emasmi? Yo Jizzax shahar emasmi kichkina bo'lsa ham, yo Guliston kichkina bo'lsa ham? U boshqa viloyatlar markazlari bilan teppa-teng darajadagi shahar. To'g'rimi? Jizzaxga intilamiz kimdir? Jizzaxda intilib, Jizzax shahrida qiyinchilik ko'ramiz. Kimdir Samarqandga intilib, qiyinchiliklar bosqichlaridan o'tadi. Kimdir Farg'onaga intilib, kimdir Ostonaga, kimdir Ashxobodga, kimdir Dushanbega, kimdir London, kimdir Parijga intilib bu yo'lda qiyinchilik ko'radi. Agar iloji bo'lsa, hozir ham mana shu yerda biz uchun o'qiysiz. Biz uchun qolaversa, biz kuzatib turgan har bitta tomosha. intervyuda birinchi o'rinda shu she'rni so'rashadi. Aytib beraman, mayli. Qishloqning bahori eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma, bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Qishloqda kuylasang, jo'shib kuylaysan, tunlarni, tonglarni kuylarga ula. Shaharda otilib chiqishing qiyin, shaharning sahnasi yulduzga to'la. Qishloqning har kuni sayil, ko'pkari bo'la qol, otga min, ortalash bola. Shaharda qo'liga uloq tegmaydi, shahar ko'chalari temirga to'la. Qishloqda taniydi hamma bir-birin, diningni, elingni mehriga bera. Shaharda mendaylar ko'payib ketgan, bilmaysan bu shahar kimlarga to'la. Qishloqning bahori eng go'zal bahor, shaharga ortiqcha intilma bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi, shaharning osmoni simlarga to'la. Esonamro 2011. Ko'p she'r yozmayman deysiz-a? Ko'p she'r yozmaysiz, yozolmaysizlar o'zi. Lekin yozgan she'rlaringiz ham men nazrimda juda omadli, muvaffaqiyatli bo'lyapti. Keyinchalik bo'lsa ham, o'sha paytda bo'lmasa ham baribir vaqtlar, yillar o'tgandan keyin o'z natijasini ko'rsatyapti. Men nima demoqchiman? Siz isrofni deganda nimani tushunasiz? Siz mana shu narsadan qochasizmi ko'proq yoki kelmaydimi o'zi umuman? Aynan savolingiz bilan javobini bitta qilib berdingiz hozir. Yana so'z isrof qilish kerak emas. So'z bu buyuk ne'matda. Bizga yaratganni kalomi ham so'z orqali kelganda. So'z shunchaki o'tkinchi bir bo'lish kerak emas. So'z aytildimi yondirib o'tish kerak. She'rdanmi, kinodanmi, qiziqchilik san'atidanmi, aktyorlik san'atidanmi, qaysi sohada bo'lish, umuman san'atga, adabiyotga daxli yo'q bo'lgan boshqa sohalardan farqi yo'q. So'z ta'sir kuchiga ega bo'lish kerak. Hozir masalan shu intervyuni o'zida azga xijolat bo'lyapman. Bitta savolga dangal javob bermasdan ozgina aylantirib boryapman shekilli debda, kitob o'qimagan ancha bo'lib qo'yibdi-da, shuning uchun odam seziladi. O'qib turmasa sal odam o'tmasash bo'ladi-da. Shuning uchun hozir ham menimcha ancha-muncha so'zlarni isrof qilib qo'ydi shekilli. So'zni isrof qilish kerak emas. So'zni o'z joyida qo'llash kerak, ortiqcha so'z kerak emas. Aristotelning gapi bor-da, yozgan narsang shunaqa bo'lsinki, zanjir bo'lsin. Shu zanjirdan bittasini olib tashlasang, qolgan hamma zanjir titrab ketsin. Ya'ni har bitta so'z o'z ahamiyatiga ega bo'lish kerak. Ortiqcha so'zlarni olib tashlash kerak. Bu borada ham jahon adabiyotidan bizga ma'lum Anton Pavlovich Chexov. Chexov. Uni bir ajoyib gapi bor. Kratkos sestra talanta deydi. Ya'ni qisqalik bu qobiliyatning opasi. Shunaqa ma'noda. Opasi deb tarjima qilishmaganimizda, asosi deb, onasi deb tarjima qilishgan. Onasi desa ham bo'ladi. Xuddi mana shu bilan bizda buyuk yozuvchi Abdulla Qahhor
o'zini g'oyibona Anton Pavlovich Chex bilan ushlashmagan, lekin o'ziga g'oyibona ustoz deb hisoblagan. Chunki unda ham xuddi shu yo'nalish. Qisqa hikoyalar bilan insonlarga ko'proq narsani yetkazib berish. Shunday. Kam yozgan u ham. U kam yozgan, ha? Lekin yozgan asarlari qayg'uli, misol uchun yozilgan asarlari xohlagan bir o'quvchini yig'latadi, ko'ziga yosh keltiradi. Mana Hamilyon. Ha. Ko'zdagi. Xo'sh, yana juda ko'plab endi o'quvchi hikoyalar rosa Shunday. mana endi Amaldorning o'limi. ha, Shuningdek o'limi. Xo'sh. Mana Abdulla Qahhorda san'atkor, mayzimagan xotin. Xo'sh, o'g'ri. Besaga men o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun menga eng she'rlar orasida yoqqan she'r maktab haqidagi she'r bo'ldi. Har eshitganda maza qilaman. Ta'lim maktab haqida she'rim bu she'rni yozishda juda og'rindim. Chunki ana o'shanaqa o'qituvchilarni ko'rdim-da. Bugun ko'rdim. Mana shu yillarda ko'rdim. O'tgan asrda emas. 15 yil oldin emas. U paytlar ham ko'rganman. Hozir ham ko'ryapman-da. Rossiyaga keta olmadi Tilov ukam. Alamidan sig'may ketdi yer betiga. O'rtoqlari uchib ketdi birin-ketin ukamgacha. Pul yetmadi biletiga. Chora izlar loy devorga suyangancha, tamakini tutgan qo'li titrab turar. Tilov ukam oq chekar ho narida qo'shni uyning o'g'li Botir qarab turar. Shahar borib shay desa qo'yishmabdi. 3 kun yotib, kecha chiqib keldi gomdan. Tilov ukam yaxshi usta, loyga mahkam. G'isht qo'yadi donasi 1500 so'mda. Tushlikkacha davlat ishi, tushdan keyin yigit joni g'isht quyishga yarab turar. Tilov ukam loy teparu ho burchakda uy egasin o'g'li Botir qarab turar. Loy tepishga majburlar ko'p, nima qilay? Lekin senda zarra ayb yo'q, ona vatan. Tilov ukam loychi emas, zo'r muallim. O Botirlarga dars beradi fizikada. Esot Hamro 2025. Har eshitganda bir mazza qilamiz, lekin bu yerda juda ko'p haqiqat bilan birga nima deymiz, dard deymizmi? Men bugun ko'ryapman bularni. Bugun Ta'limni dardi o'zi asar. Hamma she'rlaringizni ham. Hamma she'rlaringiz menimcha fikrimga qo'shilsangiz kerak. Hammasi alohida hikoya. shunaqa bo'lishi kerak-da. Va har bir she'r yozganda menimcha o'sha voqelikni siz yashab o'tasiz. O'rganish kishi birinchi o'rinda. Mana hozir shunday bir blogerlar bor. Qaysidir mashhur san'atkor o'tib qolsa yoki qaysidir bir san'atkor tug'ilgan guruh bo'lib qolsa, uni ta'riflab she'rlar yozib Instagram tarmoqlariga qo'yadi. Juda ko'p shunaqa blogerlar. Aytamanki, masalan, bir xil san'atkorlar bilan salom-alaykum yaxshi, xarakterini bilaman. Hattoki institutda birga o'qigan zurxlar bilan o'shalar haqida bir ta'riflar yozadi-da. G'ashim keladi, oldin o'rgan, tanish, salom-alaykum. Aslida u sen o'ylaganchalik. Yo'q, sen o'ylaganchalik emas, u boshqacharoq, uni xarakteri yoki bo'lmasa uni odam boshqacha, sen ta'riflagandek emas, degim keladi-da. Yoki bir mashhur san'at darg'alari o'tib qolsa ham, darhol ularga atab she'r yozish boshlaydi. Uni bosib o'tgan yo'lini bil, filmografiyasini bil, teatrda nima ishlar qilgan, yoki qo'shiqchilikda nima ishlar qilgan. O'zi qanaqa odam, odami qanaqa edi, qanaqa inson bo'lib, qachon tug'ildi, qachon o'tdi. Bilmasdan yuzaki yo'ldashaveradi. Shunga bir nimada bir kursdoshim qo'ng'iroq qildi. Endi dramaturgiya bitirganmiz, endi hammamiz yozish bilan shug'ullanamiz. O'rtoqda bir mashhur serial, nomini aytmayman, bir serial ko'ryapsam, har bir ko'zim tushdi dedim. Televizor ko'rishga vaqt yo'q. Men serial ko'rmayman hozir o'zim serialdan. Keyin o'sha serialni bir 10 ta qism yozib berish kerak bir haftada. Har bitta qismiga shunchadan pul beradi. Yozib ber. Shu sud huquq tuzumi haqida, endi advokatlar haqida.
Men aytdim, bir haftada 10 ta she'r qanaqa yozib beradi? Shunday o'tirasan deydi. She'rni deydi, internetdan topib bir boshqa ko'rib chiqasan deydi. Bir kun yetadi deydi. Ko'rib chiqasan, keyin shunga qarab turib davom etib ketaversin deydi. Ay, advokatura nima? Advokat nima ish qiladi o'zi? Bugungi kun o'zbek advokaturasi nima, qanaqa? Qaysi taraflar bosqichda? U huquqiy asoslari qanaqa? Yuridik soha, ichki ishlarda nima gaplar? Bugungi qonunchiligimiz qanaqa? Buni hammasini o'rganib, konsultativ yondoshib chiqib, ana unaga yozishim kerak-ku. U huquqiy bilimim bo'lmasa, turib qanaqa qilib yozaman uni? Yo'q, endi vaqt turib ishga qarasanda yozib chiqay. Bo'lmaydi. Nima uchun menda she'rlar yillar mobaynida yoziladi? O'rganib chiqaman, ko'rib chiqaman. O'zim ko'zim bilan ko'rgan voqealarning ko'pchiligi. Shuning uchun Aslida mana shunday bo'lishi kerak. Mana misol uchun biz bilamiz Tohir Malik asarlarini. Tohir Malik asarlar bolalik degan asari bor. O'qiganman. O'zi zaharli tomchilar nomi bilan qo'yishgan teatrlarda. Juda ajoyib chiqqan. Ya'ni bu yerda yosh voyaga yetmagan bolalar yoki mana shu o'smir yoshdagi bolalar jinoyatga kirib ketganligi haqida yozilgan asarlarda endi bular. Ana shu yerda Tohir Malik o'zi ham ta'kidlab o'tgan, adashmasam, qayerda ko'rganman. Shu asarni yozishdan oldin u ana shu bolalar koloniyalariga borib, ana shu bolalar bilan suhbatlashgan. Ularning qalbida nima kechyapti? Ular nimani o'ylayapti? Keyin u qo'liga qalam olib yozgan bo'lgandi. Men oddiy mana o'sha ertaga maktab degan qisqa metrajli filmni ssenariysini yozishimdan oldin, ssenariyni hikoya oldim. Talabalik paytimda yozgandim. Kasalxonalarni kezib, buyrak yetishmovchiligi nima o'zi? Aynan qaysi kasallikni tanlashim kerak? Sirrozmi, tuberkulyozmi yoki buyrak yetishmovchiligimi yoki meningitmi? Qaysi kasallik? Rakmi, svidmi, qaysi kasallikni tanlasam ekan? Deb shu buyrak yetishmovchiligiga to'xtalganman, o'rganib chiqaman uni keyin. Ya'ni shifokorlardan so'raganman, o'zim tibbiyot xodimlari bilan, talabalar bilan, meditsina institutida o'qiydigan talabalar bilan birga ijarada yashaganman. Bitta sinchiklab bularni ustozlaridan borib kerak bo'lsa so'rab kelgan joylarim bo'lgan. U 10 daqiqalik hikoya uchun. Shuning uchun konsultativ yondashish kerak baribir. 2019-yil egizak qizlarim tug'ilgan, 2023-yil bitirganman bu she'rni. Endi chiqqandan shu shov-shuv bo'lib ketdi, ma'lum darajada. Keyin ularga umuman bir akamiz borda endi 4 ta o'g'li bor, qizi yo'q. Endi kimga faqat qiz beradi, kimga faqat o'g'il, kimga ikkalasini ham beradi. Alisher o'qiyapti, chiqmayapti-da, o'xshamayapti. Qizlari bor, otalari o'qiyapti, menga yoqyapti. Lekin qizi yo'q, otalar o'qisa yopishmayapti-da, chunki ularga yuragi bilan ulanmayapti-da she'r. Shuning uchun ko'rib, bilib, boshqa qizganlikka yozaman-da men. Yaratganim, senga shukrlarim bor. Ko'ksimni bezatding g'unchalar bilan, mening qizlarim eng chiroyli qizlar, onam tikib bergan nimchalar bilan. O'g'il qizlarimdir mening qanotim, uchaman, tog'larga ko'zim tikkanman. To'g'ri, o'g'limni sen tuqqansan xotin, lekin qizlarimni o'zim tuqqanman. Ey sen ko'hna dunyo, navqiron dunyo, go'zalliklarga boy, chiroyli maskan, jamoling qanchalar tengsiz bo'lmasin, mening qizlarimdan chiroyli emassan. Shunaqa. Shuning uchun haqiqatdan otani bolasi qiz bo'ladi, u bola enani bolasida. Bu shunaqa katta bo'lganmiz-da hammamiz ham. Qiz bola otaga boshqacha mehribon bo'ladi. Qiz bolani haqiqiy qiz bola bo'lib yetishishda ham otaning roli katta. Nima uchun mana maktablarda hozir o'g'il bolalar juda mas'uliyatsiz, chidamsiz katta bo'lyapti. Qizlar ham, o'g'il bolalar ham, ayniqsa o'g'il bolalar. Chunki maktablarda erkak o'qituvchilar kam. Biz bolaligimizda, biz qishlog'imizda maktabda, endi G'allorol tumani markaziga maktabga ko'chib o'tganman-da, o'shada hayron qolganman. Nega u erkak o'qituvchilar kam? Axir qanaqasi bu deganman. Chunki biz qishlog'imizda bitta ikkita ayol o'qituvchi bo'lmasa, asosan erkak o'qituvchilar edi va nafaqat o'g'il bolalar,
bu erkak o'qituvchilarning qo'lida 11 yil ta'lim olib chiqqandan keyin qizlar ham hali ha yo'q deydigan bo'ladi-da. Mard qizlar erkak o'qituvchilar ko'p maktablardan chiqadi. Shunday. O'g'il bolalar birinchi o'rinda. Hattoki o'g'il bolalarga qo'shilib qizlar ham mard bo'lib o'sib ulg'ayish uchun maktablarga erkak o'qituvchilarni yoppasiga qaytarishimiz kerak. Aynan mana shu narsa umumiy o'zi bir alohida bir podkast qilinadigan narsa-da. Xudo xolasa alohida qilamiz. Cheklashga tayyor turasizlar? Shunday. Bu juda keng mavzu. Lekin yaxshi fikr bo'ldi. Mana ko'p she'rlarimga negativ yozishadi. Oldin ko'rib bilib yoz. Unaqa bo'lmagan, aslida unaqa emas. Qanaqasiga aslida unaqa emas? Ko'rmasam, bilmasam yozmayman. Mana hozir qish kelyapti. Men ota-onam yashaydigan o'sha qishlog'imizga durustroq qish barpo qilib bera olmasligimdan qiynalaman ba'zan. Olib kelaman shaharga ota-onamni. Bir kun, 2 kun, 3 kun. Bir haftadir, bir hafta emas. Ketib qoladi. Chunki otam uchun, onam uchun bilasizmi, bu qishloq shunaqa muqaddas joyki, o'sha qishdagi yomg'irlarda o'sha loy devorini erib tushishi bor-ku. Ana o'shani ko'zi bilan ko'rib turish kerak-da. Mana bu kuzning sovug'ida to'kilayotgan barmoqlarni oyoq ostida ezilishini ham ko'zlari bilan ko'rib turish kerak ular. Ko'zlari bilan ko'rib turish kerak. O'sha kuz bilan xayrlashib qishga o'zini hozirlayotgan dashtni ichida bo'lib turish kerak ular. Lekin biz uyimizda gazimiz bor. Chiroqimiz uchinchi o'chmaydi shaharda. Lekin qishlog'imiz unaqa emas-da. Birinchi o'rinda bir shoir qaysi shoirligini ayta olmayman. Men onamga gul emas, o'tin sovg'a qilgim keladi degan she'ri bor-da. Shu bilmadim. Balki endi men shunchaki hech kimga bir tanqidiy qaramoqchi emasman, hech kimga bir negativ bildirmoqchi emasman, shunchaki meni qishlog'im va u yerdagi qishdagi ahvol qanaqa bo'lishini o'zim yaxshi bilaman, ko'zim bilan ko'rganman va ko'ryapman. Shuning uchun bir she'r yozganman. Poytaxtda kichkina odamman axir. Undan u yog'ini ko'ra olmam, ona. Ko'p narsaga ko'zim, qo'lim yetmaydi. Qishloqqa gaz tortib bera olmam, ona. Gaz u yoqda tursin, ko'miring ham yo'q. Qo'llaring qavarib, qaqshab ketdilar. Qo'lingdan tutgani u mening qo'lim emas. Qo'lingdan tutgani u tezak, kappilar. Yorishga o'tin yo'q ota dashtimda. Kappilar yopadi opa-singillar. Onamga men emas, ko'proq mehribon, sutidan tezagi qimmat sigirlar. Gazingdan bermaysan, lek vatan, seni bolamning ko'z qoshi kabi sevaman. Gaz koni yonida tezak terguvchi, onamning bardoshi kabi sevaman. Esot Amron 2022. Juda ajoyib. Bu she'rlarni eshitib siz qo'rqamalik o'qishga. Yo'q, qo'rqishmaydi. O'zi ko'p kantarli qiladi-da, o'tgan podkastlarda ham ko'rdik. Bu she'rlaringizni eshitib demoqchiman, hech qanday sizni kantarli qilish haqingiz yo'q. Yo'q. Men nazimda balki bu she'rni uncha tushunmasman. Yo'q, o'zi har bir inson o'zini kamtar tutishga majbur qilish kerak. Shunda bu nimaga ko'nikmaga aylanadi-da. Men kamtar aytyapman-ku, meni savalab tashlashi mumkin bo'lgan bir kuchli bilim sohiblari bor. Shuning uchun nima deydi? Inson o'zidan aqlli insonlarning borligini his qilishi mas'uliyatda bu. Xato kamroq qiladi va ularning darajasiga chiqishga harakat qiladi. Bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Bekzod aka, uni eslab turinglar va uni eslatinglar deyishadi. Men hozir eslatmoqchiman sizga. Qazoy qadar bo'lib
bugun agar omonatdan topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bugun unga tayyormisiz? Yo'q. Tayyor emasman. O'zi men tayyorman deb aytishga hech kim haqqi yo'q. Nimadir baribir. Xatomiz, nimadir kamchiligimiz yoki bitirmagan nimadir ishimiz. To'g'ri endi bunga qarab o'tirmaydi. Ajal. Lekin tayyor emasman. Hali nima deydi? Juda ko'p islohotlarim bor o'zim ustimda qiladigan. O'zim ichimni, tashimni isloh qilishim kerak bo'lgan juda ko'p ishlar bor. Va yana hali yozishim kerak. Mendan hech bo'lmasa hozir 39 ga kirdim. 39 ta emas she'rim, yilga bittadan to'g'ri kelmaydi. Hech bo'lmasa bir 100 ta master, 80 tadir, balki 70 tadir bilmadim. Bejo'dagi aynan mana shu she'rlaringizni kitob shaklida bosib chiqarib, uni nashriyotlarda, kitob do'konlarida ko'rgimiz keladi. Biz buni tarafdorimiz. O'zingizda ham shunaqa rejalar bormi? Talablardan keyin bo'lyapti reja. Shunaqa talab sizga o'sha izohlarda yozishyapti, o'zimga telefon qilishyapti, SMS yozishyapti, juda ko'p. Kitobingiz qayerda topaylik bo'lsa ayting, olamiz deb. Bugun biz kitob o'qimay qo'ydik-da. Mening kitobim kutubxonalarda chang bosib yotgandan ko'ra o'sha kitob bo'ladigan she'rlarni internet orqali tarqatganim ma'qul deb hisobladim. Birinchidan bu tekin men uchun. Tekin emas, men deyarli xarajat qilmayman. Va samarali. Bu achchiq haqiqat. Ha, samarali. Endi bu bilan men qaniydi chiqarsam hamma o'qisa qaniydi jon deyman. Lekin mana degan Durdona, bilasizmi, nomini eshitsam yig'lab oladigan asarlar bor-da. Dunyoga alishmaydigan asarlarim bor. O'qimayapti-ku. Men borib olib o'qiyman, siz borib o'qiysiz. O'sha hech kim o'qimayapti. Shuning uchun og'rig'im shunda. Men kitob chiqarganimdan keyin qo'l bo'lish kerak. Yana qaysi ma'noda haligi yengil-yelpi sariq matbuot yoki deyishardi yoki sariq nashrlarga o'xshab emas. Haqiqiy durdonalar qatorida qo'lma-qo'l bo'lish kerak-da. Buning uchun durdona asarlar yozish kerak-da, o'rtoqlar. Balki u darajaga hali chiqmadim. Keyin haligi yana bir narsa o'zingiz rosa kamtarlik olyapsiz deyapsizlar-ku. Odam o'ziga real qarash kerak-da. Odam o'ziga xolis qarash kerak. O'zi kimman? O'zini o'zi qo'yganda ana qara, mana u aybim bor, mana u kamchiligim bor, mana uni yolg'onchiman. Men ko'p gapiraman. Men buni gapni bo'lib peshmaydi, buni qilma. Demak, men unaqa yaxshi odam emasman. Demak, unaqa yaxshi odam emasman degan narsa bo'lish kerak odamda. O, Muhammad Yusufga o'xshab ketarkan she'rlaringiz, Muhammad Yusuf hidi kelyapti she'rlaringizdan deyishadi-da, xijolat bo'laman. Oy, Muhammad Yusuf darajasida yozish uchun o'rtoqlar, hali ko'p qo'mishib o'tish kerak. Bunaqa buyuklik har kimga emas va menga ham emas. Shuning uchun lekin harakat qilamiz. Sizni internetdagi videolaringiz pastda kommentariyalar, izohlarda shunaqa Muhammad Yusuf izdoshi deb yozib qo'ygan va adashmasam 300 yo 400 ta odam ana shu izohni o'ziga like bosgan. Demak, 400 ta odam sizni Muhammad Yusuf izdoshi degan so'zga, fikrga loyiq deb hisoblaydiganlar. Endi loyiq deb hisoblayverishadi. Endi bu bilan endi loyiq bo'lib qolavermayman. Loyiq bo'lib qolmaysiz, endi baribir ham endi u shunday. Juda buyuk she'riyatda. Endi oho, mana aytaman, masalan, Rasul Hamzatov darajasida bitta she'r yozsam bo'ldi deyapman. Hali orzuda bu. Ularni buyukligi, ularni dunyoqarashi, ularni talanti ungacha chiqish uchun bilmadim, umrim yetar, balki yetmas. Shunaqa. Amallar niyatlarga bog'liq deydi. Niyat qilaversangiz albatta. Yo'q, niyat qilaman, lekin haligi yana o'sha gapda haligi mendan bilimliroq auditoriya vakillari, kim bo'lsan-ki o'zing Muhammad Yusufga tenglashtirib, Dormazin deyman-da, to'g'risi. Men o'zimdan bilimi kuchlilardan hayiqaman har doim. Chunki meni bilimlarim asosan
kitoblardan, ya'ni ish jarayonimda o'zimga hayotiy ko'nikmalarimda o'qishimda kerak bo'lgani uchun manbalarni olib o'rganganman-da. Ya'ni muayyan bir mutaxassisga o'xshab yotib olib o'rganmaganman-da. Men eshituvchi va oddiy o'quvchi sifatida o'rganganman. Shuning uchun men ko'p narsani bilishim mumkin, lekin meni bilimlarim mustahkam emasda, u o'qimishli ziyoli auditoriyaga o'xshayapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men o'zimni kamtarlik qilish emas yoki kamtarlik ortida manmalik qilish emas. Men o'zimga real qarayman. Men eshitib va o'qib o'rganuvchiman xolos. Ya'ni mukammal muayyan bir soha yoki bir nechta sohani ustasi emasman. Shuning uchun fikrlarda xatolar bo'lsa, oldindan uzr. Bekzod aka, mana suhbatimiz oxiriga nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa ammo juda mazmunli suhbat uchun avvalo sizga minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Vaqtingizni ayamasdan, bizga yo'q demasdan kelgani uchun albatta rahmat aytamiz va ko'rsatuvimizning bir an'anasi bor. Bu an'ana shundan iboratki, har bir mehmon keyingi suhbatimiz mehmoni uchun shu yerda bir savol qoldirish kerak. O'sha savol mendan keyingi ishtirokchiga insonni hayotda o'z o'rnini topishi deganda siz aynan nimani tushunasiz? Birinchi aka, sizga tashrif buyurganingiz uchun juda katta rahmat. Va albatta so'ngida bizni va albatta bu ko'rsatuvni asosan siz uchun tomosha qilishadi. Ekran ortidagi barcha uchun tilaklaringiz va albatta ajoyib bir she'r bilan tugatsak bo'lardi. Xo'p. Bizni tomosha qilib turganlar, doim joningiz sog' bo'lsin. 2026-yil yaqinlashyapti. Muvaffaqiyatli yil bo'lsin hammamiz uchun. Yurtimiz tinch bo'lsin. Taraqqiyotimiz bardavom bo'lsin. Juda ajoyib zamonlarda yashayapmiz. Butun bir global taraqqiyot zamonida yashayapmiz. Zamonimizga ko'z tegmasin, insonlarimizga, xalqimizga ko'z tegmasin. Xo'sh, endi menga ko'pchilik erga shoirlar, yosh shoirlar murojaat qilishadi-da, she'rimni ko'rib bering deb. Azizlar, mukammallikka intiling. Men hali yetganim yo'q, lekin intilyapman. Ko'proq o'qish kerak. O'zimga ham bu tavsiya va iloji boricha bir yozganda qo'parib olish kerak. Eshitgan odamni yoki o'qigan odamni to'k urgandek charsillash kerak, bo'lmasa yozish kerak emas. Bir she'r bilan tugataman so'zimni. Bir voqea bu. Yaxshi odam edi bizning prorab. 10 ta yaxshi bo'lsa, 10dan bittasi amakim qo'lida ishlar edi u, amakim tumanda yo'lning kattasi. Bir kun tekshiruvchi keldi poytaxtdan. 10 ta zo'r bo'lsa, 10dan bittasi pitirlab qoldi-ku, har yonga chopib, bechora amakim yo'lning kattasi. Prorabga dedi, bir qo'y keltiring. Katta qo'yni tandir qildi amakim. Dasturxondan katta kuch bormi axir? Tandir bilan tadbir qildi amakim. Yedilar, ichdilar, tort qildilar. Rosa ulfat ekan zo'rdan bittasi. Xullas, prorabni aybdor qildilar. Tekshiruvchi bilan yo'lning kattasi. 5-10 yil o'tirib chiqdi prorab. Nega qamalganini bilmaydi hatto. 10 ta yaxshi bo'lsa, 10dan bittasi, yuzlarini ko'ring, sarg'aygan mato. Prorab qamoqdan chiqishi bilan amakim yolvordi, ishga qayting deb. Endi sizni hech kim qamay olmaydi. Ne muammo bo'lsa, menga ayting deb. Ko'ngli bo'sh prorab, tug'ma ko'ngilchan, o'zidan o'zgaga o'xsholmaydi u. Amakimchi faqat yeyish kerak. Asfalt yeb turmasa yasholmaydi u. Yillar o'tdi. Yana keldi tekshiruv. Yana qo'y so'yildi yozning o'rtasi. Bu safar qattiqroq bo'ldi tekshiruv. Prorabga tushdi aybning kattasi. Amakimchi to'ymas. Qora chaqishga bag'ri keng qorinda joy hali ham bor. Yo'llarimiz ravon, teksdan tekis, har joyda asfalt ham bor. Prorab qamoqdan tirik qaytmadi. Yerga qo'ydik uni qishning o'rtasi, yomg'ir bo'lib yig'lar, qor bo'lib yig'lar, hattoki osmonning to'lib o'pkasi. Yaxshi odam edi bizning prorab, 10 ta yaxshi bo'lsa 10dan bittasi, shunday odam o'lib ketdi-yu, ammo amakim hali ham yo'lning kattasi. Besot Hamro 2020
Salomat bo'ling.